Sizler yığıştırın. Canaplarının nime yol yorgu bakil? Yang Shaolin, senin kabiliyetinge men intayin qayil. Biroq Gapning ochiqi yaxshi. baya Shogun'un ixrarxonlariga ishonmay kelib edim. Biroq bu guvochi ve maddi isbotlar oldida Yang Shaolin yana nima deyalaysan? Guvoch kim? Shoguda. Maddi isbotchu. Renji Tang'ın hesabına qara. 10. ayının 7'si Yang Naivu begim 3 misqal sankiya ağan deb yozilgan. Yanichu. Shogun'un padaz qutusidan onunla yezib bergen muhabbet şiirin tepildi. Zilal sula dolqunlab qo'shildi abad. Oxirini o'qiymi qandaq? Janoblari qilni qirq yiribdilar. Endi qandaq bir taraf qilmoqchi bo'lyaptilar. Meningcha onun bilan o'ynaganga to'ymay erini qaslab o'ltadim. Nimaga kulasan? Nimishqa haqiqiy qotilni qo'yib berdilar. Ayta, haqiqiy qotil kim? Yolg'on isbot yozgan odam. Onun Shogun bilan oshnadorligi bormi? Bor yo'qligini bilmayman. Bilmasang, nimishqa qotil shu deysan? Men ayni 6 xonjo'g'i berib, onu qaytib keldim. 7si qandaqlar zahar aqli bor men. Musho yolg'on isbot yozuvchi qotil bo'lmasimi? Ishga ahvolni biladi. Çemboşun keltirilsin! Çemboşun keltirilsin! Çemboşun degen senma? Kiminlari shu? Yang Shaolin, ayının 7'si dukunundan sankiya almagan deydi. Bu yaxshi odamga balo chaplaganlik. Yang begim, sizlar ayning 7'si 3 misqal sankiya ag'amtiligu. Xudo haqqi, tinivamizlar juma. Sen zig'irdak napki o'zingni atma. Olamdagi har qanday ish oydinlashmay qolmaydi. Sen foyda ziyon deganni tushunsan kerak. Çemboşun, senin G'shaoda bilan nima adovating bor edi? Bu dunyo adovatim yo'q. Ammasi G'shaodani nima ish qilib o'tading? Men nima deb G'shaodani o'ldiratdim? Bu savolni men qo'ysam bo'ladi. Janoblari, hisobot daftarini tekshirib baqsizlar. Oykunlar o'buchiq turibdi. O'ninchi ayning 7'si Yang Naivu begim 3 misqal sankiya ag'an. Guvochi maddi isbotlar oldida Yang Shaolin yana nima deysan? Guvochi maddi isbotlar oldi demish. Bular ko'nglimga ayon. Nima? Shogun bilan Chemboshingning iqrorini men yasab chiqibdimanmi? Bir eg'iz gaplar bilan sirlari yechilib qoldi. Dilini tut! Yang Naivu meni yolg'on iqror yasagan deydi. Uni ab chiqib uringlar. Hop, urug'ini ko'ray. Men degan Juyrim begim. Xumpar!
Uni ap chiqib urishmamsan! Alileri, onun namı atık dursa. Qandaq nam ataqkan u! Uning nam atig'ini 3 kundala amaldan qoldirmaydi men! Nam atakını 3 gündür ilim etkili bolsa, ilim tahsil qilishning nima foydasi? Ap chiqinglar! Ap chiqinglar! Ohoy, aziz mehmonlar kelib qopdi u. Qani. Kelinglar. Marhamat. Bugün birodarimiz Yanglayev'i to'y qilayotgan. Janoblari uni Makkaga chaqirtdikanlar. Eligacha qaytmadi. Nima ish bo'ldi ekan? Birodarimiz to'y kechisi Shanghai yamulida tünese bo'lmas, Nada. Baya teptiş janoblari maktub avatib, Yangbegimning poytaxtdagi imtihonga qatnashish ishini so'rabdi-ki. Shunga uni chaqirtib, shu ishni deb qo'yiblar, uzib qo'ygan. lekin birodarimiz eligacha qaytib bormadi u. Ajab ish bu. Orlig'imiz 2 chamdalli tursa, birdamdili bormamdi. Na ketgandi u. Boshqa yerlardan surishtirib beqishsizlar. Sir echilib qolmasin. Hech kim kirgichi olmasin. Hop, to'xta! Shangilanga deb qo'y. Xandonligimizning o'z qonuni bor. Yuqori mahkamada qatma-qat. Shangining meni osonlik qamuvag'ini bilan qo'yib bermigi. Tafkishidu. Yanglayev'i ham xiyol qilma. Sanım. Berip aram ilan. O beni yaratmam diye. Yak. Sanım. Bir iş çıkıdığandek durdu. Ne? Inim adeti bilimge bek işin etti. Yığan naisinin hakimi Liu Shitong'ni cihrençitken. Bir kıtım o bir qeyri iş üçün qaynap, nahiye yamılının sırtığa bir mesnevi çaplagan. Mesnevi? Xandallıqның qanunu qoştur, Ceycanın valisi cüptur. Keyinci, ülkidekiler izrağı ciddiyanmay, Liu Shitong'ni nahiyemizge heydigen. Hakikaten raqiblerge yol tarken. Muşi iş üçün her günü deküdükü jürettim. Endi köygülüğümüz bağ oxşaydı. Yanglayev'i cürüm boldu. Hakimi takıp çıkamaydı. Hakim janobları chaqiryapti. Tangri erishdi, shah yiroqda deb peshvoyimiz xiyoliga kaginni qilyapti. Yanglayev'i
endi sende nam atah neymiş kızın? Yine tehe pişavayımız deysin ha? Men yenidan nam ağam 104 jürin. Oku. Öşçoğ nahiye yarlıqı. Yuxan nayısının ma'lum qilishicha, yangi jürin Yangnayvo davada o'zligini rast qilib, so'roqxonni beshin kelgan. Bir xotinni deb erini o'ltagan. Jinoiy faktlari aniq, jazo ijro qilish oson bo'lsin uchun nam atiqi elib tashlansin. Buningga to'liq amal qilinsin. Qo'lingning uzunligi chiqib turibdi. Natayin, tizlan! Yangnayvo tizlan! Aytingchi, bu nima qiladigan joy? Hokimning sarayı! Saray. Nimaga ishlatiladi? Saray. Saray degan hokimning xususiy uyi. Mehmon kutadigan joyi. Bu jinoyatchining tizlanadigan yeri emas. Mehmedallık qilma! Xonadonligimizning qonuni xususiy so'roqxona qurishga yo'l qo'ymaydi. Hozir sarayda so'roq qilyapsan. Bu xususiy so'roqxona qurgan qo'ymamdi. Taklifxonaga chiqinglar! Belgimni yorliq, taklifxonaga olib chiqinglar. Yangnayvo tizlan! To'xta. Bu yani nimishqa taklifxona deydi. Taklifxona degan, taklifxona bo'lmamdi. Amalni setib olgandan keyin bu mo'g'o ajablanarlik emas. Tilini tat! Senda faqatgina taklifxona degan nima? Sirdiy so'roqxona, ishchi saroy, taklifxona orqali umum bilan xususli ikkiga ayiribsan. Hozir sen so'roqxonada emas, taklifxonada o'tiryapsan. Seni umumining ishi bilan mashg'ulligimi? Xususiy ishi bilan mashg'ulligimi bo'lmaydi. Men seni umum uchun emas, o'zi uchun so'roq qilyapman deymi? So'roqxonaga chiqinglar! Çoğene, çasan bosla! Çasan bosla! Ya Rabbim, osan kılaysan. Ya Rabbim, osan kılaysan. Ya Rabbim, osan kılaysan.
Yağnayvo, ixrar qilmasang, qonun shafqatsiz jumi? Mening ixroqimga oson. Shogo bilan yüzleştirsanglar bo'ldi. Sen jining tunishingni kammigicha paylangdan yanmaydigan o'xshaysan. Kelinglar. Shoguni olib kelinglar. Yandayım! Shogo, oynagan ashnang mushumu? Haqqani! Shogo, mening qandaqligimni o'tlab bilasiz. Otangizga qandaq edim? Buni bilasiz. Mushu so'roqxonada, haqning ko'z oldida rost gapni qilsangiz kel. Shogo! Qonun rayimsiz, chapsan rost gapni qil. Qilchi yolg'oni bo'lsa, ezi bo'l jumi. Ezi bo'l. Rost gapni qilsangiz-ku. Yerinizda meni o'ltirdimmi? Canapları! Yandayım! Bilime, Yağnayvo günahkar. Eringni o'ltagan raqibing. Olib ketinglar. Tez olib ketinglar. Tez. Bak. Yağnayvo, mana yüzleştirdik. Endi rost gapni qil. Anlagansan? O seni günahkar dedi. Undaq emas. O Yağnayvo gunohsiz demoqchi. Yo'q olan gapni qilma. Qarag'anda sen Puhranning yo'lanchiga emaskansan. Nima? Senin yüzünden qora ichgansan. Tilingni tart. Kelinglar. Qiziq zanjirga sizlantiringlar. Nerto? Janoblari, sizlar Puhrani farzandlarida ko'radilar. Rahimdilikni ta'kidlaydilar. Endi ig'ir jazo qo'llansalar, odilliklariga dog' tushib qolarmikin? Aslida o qiynab ixrar qildirish yo'q. Yağnayvoning tili zahar, haqiqatan qabih. Qattiq qiynamasa ixrar qilmaydi. Janoblari, nima asoslar bakin? Doğruxonning daftarida yeziqliq tursa, oyning 7'si u 3 misqal sankiya og'am. Bu ajab ishqo. Oyning 7'si Yağnayvo biz bilan billa Shexo ko'lida sayli qilgan tursa. Shundaq u oyning 10'i qayerqa bo'lsa, Ras, xato bo'lib qolgandek turdi. Oyning 7'si Yağnayvoning uyunda sharab ichkini iniq tursa. bu qiziq ishqo. Yağnayvodan ikkisi bormi ya? Yuqorida qatma-qat mahkamalar bor. Kunlarning birida bu ish aniqlansa, janoblari pushaymon oldiganga qash topamay qolarmikin? Oldu.
Muşu cozunu öğrevessemla, sizlerge sonra xanla 10 tətir qıqan degen günahını atalayman. Hemen çıkıp gidiş! Kızdık zincirge tızlandır ola! Hop! Yanay o! İqrar kılan sen yok, ha? Kızık zincirgi tuzlandırırsan, yukarıga kıynap kıra kıldırgan dep, eriz kılalayım. Tızlandır ola! Diyeyim, kızık zincirini oğurdun başkasını işletek bolmaydı o, işiltip koysak mehbus ömür vaytına kabıp kaldı o. Bir dur! Tızlandır ola! Çapçap tızlandır ola! Tızlandır ola! Tızlandır ola! Tızlandır ola! Ney bu aka? Biz cezmen yukarıga arz kılımız. Senle! Elzini ağdırıp, sonra hanım alman kımbaşçı buluştun la! Yürü ola! Onu cezmen yukarıga arz kılımız. Yanay bu! Endi o şunu tapkan sen? Bugün xıraksan mı kılısan? Kımmısan mı kılısan? Sonra tamam. Hey. Aça, aça. Aça, biz arz qilg'ili Xonjo mahkamasiga siz bilan birga borili deyishdik. Adaletni qo'llag'ininglarni o'lsammi unutmayman. Biroq har qaysinglarning istiqbolidan ansirayman. Yo'q. Namatig'imiz kichik ish. Yangnayni aqlash cho'ng ish. Devletning cho'ng ishimish. Shu saylarni jo'ndayotgani o'puchiqlar. Acha. Biz Yangnay bilan bir tuqqan qarindoshlar. Siz Azmat degan bir ishdan 2 unum elish kerak. Unum alamisi bo'lmaydi.
ukalarım. Hancu məhkemesiga ərzi qısaq. Nəticədə sizə nam ataqdan ayrılsılar. Yanayvu cenidən ayrılıdı. Paytaxtdaki imtihan yıqılışıb qaldı. Enimnin ənsisi Hancu'da bezilib qalsa, imtihan vaxtınlağı təsir qılıb, nam ataqdan ayrılıb qalısılar. Hazırғы şükürға ərzi qıldıq. Ərzimiz ötmey qalsa, yardımlaşıdığan adam çıxmasa, yarlıq gelişi bilen enimnin kallısı elinidir. Ondaqda ikkili yaxtın ziyan tatımız. Acha, undaq qandaq qısaq işki ünüm alımız. Pederiniz sot məhkemesinin əməldarı Şadarın bilen Qadinas ağayla imtihanға qatmış fırsatından faydalanıb, atanızın məktubunu ep basınız, Şadarın yardımını ayımaydı. Şadarın hayatlıq töregi, uzat maqul kəsila, yan məvu bilen yeni didar görüşələysilər. Bu bir işten iki ünüm ağalıq bulmandı. Boluşunu qobuludu. Biroq Yanayvu akam bilen billa paytaxtga bormoqchi bo'lgandik. Lekin emdilikdə, emdi bo'lganda Hazır texi yığlaydıgan çağ emas. Cenim tenim dili bolsa, bu naqçılıqni unutmay qoymayman. Acha, siz rastıl əzmətkensiz, bizni eşitmişdiniz. Hazırki günde bir adam falaketke uçursa, ölmeknin üstüge tepmek kılıdığallah. Tamaşa gördüğallah samandek, sizler yardım kılımız dep kökrek yerip çıktınlar. Ben bunu ölsem unutmayayım. Acha, bunda qalmam. Şuma gap mı? Şundaq mı iş bulamdı? Ustaz, nemegi şuncha ola qaynab ketdilar? Kesler. Qarıslar, xonim o'zini xat yozishda jiq ilgirladi. Xatlari jonliq, qalami ravon, jiq ilgirlabdi. Hammasi sizlarning iltifotlaridan bo'ldi-da. Ay. Janoblari, sizlar Yuxan oyisining Yanayvu ansi to'g'riliq yozgan mononemisini ko'rib baqsizlar. Zotil aqli sig'maydi. Bağlaşmaydı. Takatla. Tünögün Yanayvu ansi üstüde özleri bilen hargıç talaştım. Tün nisbigiçi oylandım. Qarğanda Yanayvuga uval boğanda qılıdı. Aha. Janoblari, qandaqlarcha bu xulasi keldilar. Yuxan oyisining hukmida xotinni da erini o'ltagan deyilibdi. Bu nohaqchilik. Talvilachi hukm. Barakallah, barakallah. Menimcha Shobasayning uning bilan til biriktirganligi notayin.
Janoblari, sizlarcha yanay u aqlliqmi yoki qapaqvoshmi? Yeni jürin tursa, albatta aqlliqda. Aqlliq odam nemishqa ahmoqona ish qiladi, hatto. 2 yil muqaddam. Shobasay texmi yosh chiroyli bo'g'iydi. Ya'ni u shusay turuqliq shu chog'da qas qilmay, nemishqa 2 yil o'tgandan keyin qas qiladigandu. O hozir degan jürin. O'rni yuqori, salohiyati ustun. Bir dufkashni o'ltansam, qaraydi, chog'liq degandu. Salohiyati ustun o'rni yuqori odam bola terib qo'yishdan qo'rqidi. Askar bo'lib yo'lning jiroqligidan, turmada yetib kunning uzoqligidan qo'rqmaydiganlarni qanchisinin salohiyati ustun deydilar. Sili o'rni, salohiyati bo'lsa, o'zini tutib olaydi demakchimi? Undaq bo'lish notayin. Ba'zilar amaldor bo'lib qalpoqqa, to'nga erishgandan keyin sovg'i degan üzülmey kep durdu. Janoblari, ochiqlari kamisin juma. Meningcha yomon ish qiladiganini o'sha hokim va'daylar. Chunki ularda huquq bor, kaynida tirigi bor. Tangri arishda, shoh jiroqda deb oyni etak bilan yapmoqchi bo'lishadi. Hurmatli ustoz, yana chaqchaq qilib turdi. Bu chaqchaq emas. Janoblari, undaqda Yanshuyingning bu arzisini Sizlarning yuzlarini qilib tasdiqladim. Rahmat. Anziga chetishq odamlarni darhol o'ldirsizlar. Nohaq anzi bo'lgandan keyin haqdorlarni joylab etmasin deyman. Aka. Bu yerim keçide siz. Yangdarın. Qutluk bo'g'ay. Yo'q. Kim qilsa shu javobgar emasmi? Yo'q, yo'q. Birisi jonlarini olaman deydi. Menmo farmon bo'yicha keldim. Sizlar ishchivasizlar. To'ymayli ketib oldilar. Yo'q. Kanım kedi! Tanrı yolum nerede? Kanım kedi! Tanrı yolum nerede? Yanlış mı Şavhan'ım? Yanlış mı Şavhan'ım oğlum? Her şeyin o tövbeyi üçüncü zorlusu mu? Onu evi yan hasreti öldürgen idi. Ben yanındayım o. Ne bileyim? Ermanlar Kur'an'ı öldürse ölmeli. Ne mamali? Hangi mahkemesinden cinayetçilerin ağıl kepti?
Cevap ege. Cevap ege. Kim o? Cevap ege. Begim janapları chaqiryotidu. Çataq boldu. Vali janoblari Yangnayev bilan Şovbaysayni aldırgıl adam eretdi. Sizning aqllari bo'yicha Yangnayevni joyli yutayli desak, kutmaganda Hangjo'dan jinoyatchilarni og'ili kepti. Ey, vali janoblari o'zlariga qudi bo'ladi. Bu cho'ng anza vahbasizlik qilamigi deyman. Sil amal tutgan sir galvonlashib ketyaptilar. Nima? Ishqinglar quda bu bir esil so'g'atlar bilan basila qudliqinglar texim chingaydi-da. Ey, uning mahkamadagi nom amali yomon emas. Qabul qilmay qolsa, Gap silning so'g'atlarida, uni qanday so'ngitishlarida. Shundaq qarimaydigan amaldar yo'q-ku. yang oilasini texmi yuqoriga az qilamdiki deyman ha. U holda qoqsanan bo'lib qolmamdimi? O'z boshliqlarini elib luvaslar yana Mehmet'in qo'rqatdilar. Ular o'lgaga arz qilsa, ansizlik tushidigini vali bo'ladi. Hamma eg'irlik shuning zimmasiga tushidi. Bu gapchi xotirjam bo'lsaq bo'lg'idak. Yo'g'isi, yamini Şovbaysay tenib elib rost gapni deb solsa, Amiz qanday qildik? haqnikini yeganning tili kuydi emasmi? Meni aldavatıdılar. Meni aldavatsizlar. Qo'llaringizni qarang. Bizningga kelgandan beri kim sizni taqqilib chiqardi? Biroq Yang efendimni sizlar uni o'ldirmoqchi. Buni kimdan ko'rsiz? Aslida nom otig'i elinsila ish bitadi. Lekin u yaxshilik qilganini bilmay, so'roqxonada olim qilib dadamni tilladi. Onunga men va'm qildim. Elig'icha shuningdan mehringni uzamayapsan. Aytib qo'yay. O'ligingmi, tirigingmi bizniki? Sizlar degan nikohim o'tgan. Xenim Ağca. O'shani bilib shur, Yangnayevning ko'yligi bor. Xenim Ağca, sen bir ko'rib qo'y. Bu mervayet gül 600 ton mervayetin yasalgan. Vali janoblarının hemmeden amra xotini soğuk qilamiz. Yoshirmayli qo'yay. Valining qizi mening jiyan kelinim. Biz degan Xudo. Ağca hemen kiyim yutkuvasla. Xenim Ağca bir necha kun turmada jafo chekadigan bo'ldi. Biroq xotirjam bo'l. O'g'lim dadasi bilan birga boradi. Yuqori tuvan hammasini to'g'irlab qo'ydik. Qalaymaqan jo'limsanlar. Azob chekmaysan.
Yoldu gel, karşıla. Ötünüp kalay! Nerket! Nerket ötünüp kalay! Nerket ötünüp kalay! Kim Nerket! Nerket! Ötünüp kalay! Yenge! Meni kutlu verin! Meni kutlu verin yenge! Meni kutlu verin! Onu koyun! Meni kutlu verin! Sizga bir yerinizga yetmoqlik kerak. Yenge, meni kutlu verin! Ma! Yenge, meni kutlu verin! Ma! Yürü dur, ma! Ma! Qaroqchilar, yuzsin qaroqchilar! Deydi. Levzimden hergiz yanmayman da. Yenge! Yenge! Uni qo'yib yetinglar. Qo'yib yetinglar. Qo'yib yetinglar.